Qibray tumani axborot kutubxona markazi o'z faoliyatini boshlaganiga 2 yil to'ldi. Aslida uning ochilishiga sabab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi 4354-sonli Prezident qarori hisoblanadi. Shundan so'ng kutubxona 2019-yil noyabr oyidan beri aholiga xizmat ko'rsatishni boshladi. Qibray tumani axborot kutubxona markazi joylashuvi haqida ma'lumot berib o'tsak, bizning kutubxonamiz Qibray tumani Shalola mahallasi hududidagi 48-maktab binosida joylashgan. Kutubxona 4 bo'limdan iborat. Ular: axborot bibliografiya bo'limi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish bo'limi, abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi hamda fondlarni saqlash, to'ldirish va ularga ishlov berish xizmati bo'limi. Tuman axborot kutubxona markazi rahbar Dilfuza Besabayeva hamda 13 ta xodimlar tomonidan faoliyat yuritadi. Ushbu ilm maskanining kitob fondi 24 mingdan ziyod va ulardan 7,5 mingdan oshiq aholi foydalanadi. Kutubxona xodimlari o'z faoliyati davomida kitob o'qish uchun kelayotgan aholiga xizmat ko'rsatibgina qolmay, kitoblarni ham o'zlari yetkazib berishadi. Ya'ni, aniqroq qilib aytganda, ko'chma kutubxonalar tashkil qilinib, turli mahallalarda aholiga kitob taqdimotlari o'tkaziladi. Kutubxona Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik, Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik hamda 5 tashabbus yoshlar uchun imkoniyatlar kaliti kabi shiorlar ostida bo'lib o'tgan katta festivallarda o'z ko'rgazmalari bilan ishtirok etib kelmoqda. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida tuman axborot kutubxona markazi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar va kechalarni muntazam uyushtirib keladi.